Siz qandli diabetga chalinganmisiz? Unda bu videoni aslo o'tkazib yubormang. Siz bilan hozir sachratix o'simligining foydali xususiyatlari bilan tanishamiz. Sachratix qadimgi xalq tabobatida keng qo'llanib keladi. Uning asosiy xususiyatlaridan biri qon tarkibini yaxshilash, organizmning tabiiy mudofaasini kuchaytirish va qand miqdorini pasaytirishga yordam beradi. Har qanday o'simlik singari sachratixning ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlari mavjud. Haddan tashqari ko'p qabul qilinganda bosh og'rig'i, uyqusizlik, oshqozon bezovtaligi yoki qon bosimining pasayishi kuzatilishi mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Biz bugun sachratix tomirlaridan ekstrakt olishni o'rganamiz. Buning uchun biz O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan sachratixning tomirini olamiz va tarozida 5 gram o'lchab olamiz. Sachratix tarkibidagi nulin moddasi parchalanib ketmasligi uchun uni oddiy suvda ekstraksiya qilamiz. Biz 50 ml suv qo'shdik, so'ng uni suv hammomida 60-70 gradusga 3 soatga qizdirishga qo'ydik. Qizdirish tugagach aralashmani filtrladik va toza ekstrakt ajratib oldik. Agar siz sachratixni uyda tayyorlab ichmoqchi bo'lsangiz, unga iliqdan issiqroq suv quyib damlab ichsangiz bo'ladi.